Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga sport жаңалыктары videoni boshlamas burun arnaga tirkilib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi. Damuun tejeb tur. Yevropa chempioni Janibekning qatelikka urindirатын kemchilikda atandi. Orta salmaqda WBO және IBF titullarini ega Janibek Alimxanұлының burungi qarshilasi Britaniyalik Denzel Bentley chempion damuuni kedergi yetib o'tirgan ulkan qiyinliqlarga tap bo'lganini aytdi. Bentley otandasi Brad Pauls'ni jengib WBO tujurmi bo'yicha Janibekka qaytadan mіндетті qarshilasi atandi. Pauls bilan ayqasda Denzel Ulu Britaniya men Yevropa chempioni atag'ini jengib oldi. Endi britaniyalik bokschi Janibek bilan ayqas bo'lmay qolsa, o'zga ataqda bokschi bilan yudruqtashuga niyatda. Boxing King basılımının bergen suhbatında Bentley 2022-жылға 2 ауыр ayqasdan keyin Janibek hech o'zgarmagan, ya'ni o'smaganini aytdi. Al o'zi bo'lsa kerisincha tajriba men qo'shimcha dayinlik arqasından dag'dirlarni kuchaytirib olgan ekan. Bentley Alimxanұлының basti kemchiligin qajatli dengayda belsendi bo'lmavi deb o'ylaydi. Sirek jekpejeklar kerakli fizikalik dengayda saqlab turishga mumkinlik bermaydi. Al uzoq uzilishdagi bokschi bir o'rinda taptalib qala berdi. Arini orta salmaqda gol yemmiqda, biroq gol belsendi emas. Jekpejeklar arasındagi uzilish tim uzoq. Al bul damuga kederga. O zalga kelisi ayqas belgilengende gana keledi de tek sol jekpejekka gana bar nazarin saladi. Albatta, bul jo'g'ari dengey ko'rsatkich. Ol kelib jattig'adi da natijasini ko'rsatadi. Alayda ol bizning ringda кездесуімізден keyin o'stima deseniz men yo'q der edim, deydi Bentley. Sonымен birga Denzel salmaq tastao men qiyinliqlar jo'g'ari divizionga o'tу keregini bildiretini aytdi. Men onымен ayqas qalib beri, ol tek 2 кездесу o'tkazdi. Bunday to'men belsendilik qalay damiysin? Salmaq tastao men qiyinliqlari bo'lsa, jattig'u zalini unemi barmaytinin bildiradi. Salmaq limitini jetu uchun esnen tanib qalganga deyin jetkeni bar. Bul onun qazirga salmaqda o'sib ketganini ko'rsatib o'tir, deydi Britaniyalik. Denzel'дің o'yincha Janibek titullarini qisqa vaqtga biriktiruvga tirisaman deb qatelikka bo'y aldiruv mumkin. O'ytkeni belsendilikdan azdag'i men salmaq bilan kedergilari ziyon tegizbek qo'ymaydi ekan. Agar ol jo'g'ari salmaqqa o'tsa, mulde boshqa Janibekni ko'rishimiz mumkin. Quvvati artgan және kuchi mo'l, biroq hozir hech qanday yaxshi o'zgarish ko'rgan yo'qman. Ol salmaq arasida turib qolganday, bu uning damuini tejab tur. Ol titullarini jildan biriktirgisi keladi, biroq bu qavobda o'ytkeni o'sg'an asig'ib qatelikda urinu g'ajab emas. Sizlarga sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkilib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi.